Bahor qaytmaydi. Muallif O'tkir Hoshimov. Keyingi kunlarda uning nazarida Alimardon akasi ham xuddi koptokdek qo'lidan chiqib ketayotganga o'xshardi. Ayol kishi erkakning oz bo'lsa-da sovuqlashishini darrov payqaydi. Muqaddam Alimardon akasining avvalgidek ochiq-sochiq muomala qilmayotganini sezib turardi. Keyingi paytlarda eri ko'p ichadigan, sal narsaga jerkib tashlaydigan odat chiqardi. Yeganing oldingda, yemaganing ketingda, men bilan ishing bo'lmasin degan gapni ko'p qaytaradigan bo'lib qoldi. Axir odam dunyoga faqat yeyish-ichish, kiyinish uchun kelmaydi-ku. Nahotki Alimardon akasi shuni bilmasa? Muqaddam shularni o'ylagan sari eri kun sayin o'zidan uzoqlashib borayotganini his qilar. Bundan dahshatga tushardi. Hozir ham o'sha beshafqat tuyg'u yuragiga bigizday sanchildi-yu qaltirab ketdi. Yo'q. O'zim ham vahima bo'lib qolibman. U ko'rpaga burkandi. O'zini majbur qilib ko'zini yumdi. Muqaddam cho'chib uyg'onib ketdi. U uxladimi, yo'qmi bilolmadi. Ammo vahimali bir tuyg'udan negadir vujudi titray boshladi. Ko'rpadan sekin boshini chiqarib quloq soldi. Hamon shamol uvullaydi. Qor uchqunlari hamon zulmat qoplagan derazani savalaydi. Birdan tashqarida allakim dodlaganday bo'ldi. Muqaddam oyoq qo'llari bo'shashib, ko'zlarini katta-katta ochgancha taxta bo'lib qoldi. Boyagi ovoz tag'in qaytarildi. Mashina-ku, deb pichirladi u qo'rquv ichida. Uy orqasidan mashina o'tyapti. U shu ondayoq ko'cha eshik qattiq taqilladi. Mardon akam. Vujudiga huzurbaxsh iliqlik yugurdi. Alimardon akasining zanjirni tez-tez taqillatishiga o'rganib qolgan edi. Muqaddam qushday yengillik bilan sakrab turdi. Chiroqni yoqdi. Boshiga Alimardon akasining beqasam choponini yopgancha ayvonga chiqarkan, yo'lakay devordagi soatga qarab oldi. Soat millari 4:30 ko'rsatar edi. Muqaddam hovliga tushgan zamoni sovuq havo nafasini qaytarib yubordi. Kalishi qorga to'lib chiqdi. Shu payt eshik tag'in qattiq taqilladi. U oyog'ining igna sanchib achishiga qaramay yugurdi. Tayg'ana eshik tagiga yetib keldi. Kim? Dedi hurkovich ohangda. Och. Muqaddam Alimardon akasining ovozini tanib, darrov zanjirni tushirdi. Alimardon engashib eshikdan kirarkan unga urilib ketdi. O'lib qoldingmi? Uning og'zidan gurillab aroq isi keladi. Ichibdi. Muqaddam indamasdan eshikni tag'in zanjirladi. Ketma-ket ayvonga chiqishdi. Alimardon telpagini yechib, paltosining yelkasiga qo'ngan qorni qoqarkan, qoshini chimirib muqaddamga qarab qo'ydi. Uning yuzlari qizarib ketgan, qisqa nafas olardi. Bitta chaqirganda ochsang bo'lmaydimi? Dedi u telpagini burchakdagi divanga tashlab. Muqaddam uning savoliga savol bilan javob berdi. To'yga bordingizmi? Alimardon unga yelkasi osha qaradi. Ha, yoqadimi? Erining boya yo'lakda aytgan gapi muqaddamning yuragini o'rtab yuborgan, ikki yo'l o'rtasida o'tirgan og'iroyoqli xotinning o'limni ravo ko'rgani hamon vujudini titratardi. Yo'q, dedi u ovozi titrab. Yoqmadi. Yoqmasa? Alimardon kinoyali jilmayib qoshini chimirdi. Yoqmasa keta qol. Uying yaqin. Alamli bir hayqiriq muqaddamning bo'g'ziga tiqilib qoldi. Ko'zlari birdan jiqqa yoshga to'ldi. Titroq qo'llari bilan erining bo'yniga mahkam osilib yig'lab yubordi. Qaytarib oling so'zingizni. Jon Mardon aka, qaytarib oling.
Yana bir necha daqiqadan keyin u erining zabardast yelkasidan mahkam quchoqlab bag'riga bosar, hozir uni birov tortib olayotganday qo'yib yuborgisi kelmasdi. Mast-da, kayf ustida aytib yubordi, derdi u o'ziga o'zi tasalli berib. Ertaga o'zi pushaymon yeydi. Anvar mashinka xonasidan chiqdi-yu, qo'lidagi qog'ozni sekin-sekin silkitgancha yorug' yo'lakdagi guldor poyandozning bir chekkasidan boshini quyi solgancha yugurib ketdi. U ish ko'pligidan xursand, faqat mehnat bilan ovunar edi. Bir yo'la ham sevgilisidan, ham do'stidan judo bo'lish og'ir ekan. Alimardon bilan muqaddamning to'yi o'tgandan beri u odamlarga o'zgacha bir sinchkovlik, ichki alam, ishonchsizlik bilan qaraydigan bo'lib qoldi. Bog'larda sayr qilib yurgan oshiq-ma'shuqlarni ko'rganida ularning sirli shivirlayotganini, qulog'iga tasodifan chalinib qolganida g'ashi kelardi. Bir-birining ko'ziga tikilib aldashyapti deb o'ylardi u, jirkanch bir tuyg'uda ijirg'anib. Mana shu qiz hozir bir yigitning qulog'iga shivirlayapti. Ertaga labi sovimasdan turib boshqasini o'psa ajab emas. Iqbol xola yoz kelishi bilan to'y harakatini boshlab yubordi. Uzoq xolavachchasining E'tibor degan qizni hadeb maqtaydigan bo'lib qoldi. Anvar onasining gaplarini eshitganda zaharxanda kulib qo'ya qolardi. Rosta maqtasa maqtayvermaydimi? Unga nima? Bugun ertalab ham onasi hadeb gapiraverib uning jahlini chiqarib yubordi. Anvar onasi bilan achchiqlashib qoldi. Uylanmayman, vassalom. U hozir ham yo'lakdan og'ir qadamlar bilan borarkan o'sha dilxunlikni esladi. Nima qilsin axir? Onasida nima gunoh? U ham to'y ko'rsam, orzularim ushalsa deydi-da. Anvar musiqa tahririyati eshigiga yetganida allakim chaqirganini eshitib to'xtab qoldi. Burilib qaradi-yu, yo'lak muyulishida kattakon toshoyna oldida turgan Alimardonni ko'rib yuragi siqilib ketdi. Alimardon konsertga kelgan bo'lsa kerak, qora kostyum kiyib olgan, o'sha haqoratli tabassum bilan iljayib sigareta chekib turardi. Anvar o'shandan beri u bilan gaplashmas, uni ko'rgani ko'zi, otgani o'qi yo'q edi. Uni odamlarga nafrat bilan qarashga o'rgatgan, butun orzularni chil-chil qilgan, eng ulug' baxtini tortib olgan mana shu emasmi axir? Do'st bo'lib qo'yniga kirib yurganini yulib olgan shu emasmi? Anvar qo'li bilan asabiy qaltirayotganini sezib, ushlab turgan qog'ozini shartta ikki buklab shimining cho'ntagiga solib oldi-yu, uning yaqin kelishini kutib turdi. Alimardon hech nima bo'lmaganday jilmayib yaqinlashdi-da qo'l uzatdi. Anvarning ko'ziga u hozirgina o'ljasini yeb, labini yalab turgan bo'riday ko'rinib ketdi. U bilan pachaklashib o'tirgisi kelmadi. Qo'lingni tort. U ovozi titrab ketganidan afsuslanib yuzini chirt o'girdi. Voy bu! Alimardon yana hech nima bo'lmagandek kuldi. Uning beparvo kulgusi Anvarning yuragini o'rtab yubordi. O'zini g'olib his qilayotganini ovozidan bilib azob cheka boshladi. Qachon uylanasan? Anvar nafrat bilan burilib qaradi-yu, Alimardonning hamon kulib turgan ko'zlariga to'qnash keldi. Ishing bormidi? Dedi u g'azabdan ko'zlarini qisib. Alimardon yana kuldi. To'yingda bir xizmat qilay degan edim-da. Anvar bir nafas ikkilanib turdi-da, aytmasligim kerak deb turgan gapi og'zidan chiqib ketdi. Avval katta pul berayotganlarnikiga borib turchi. Bu gap Alimardonga shunchalik ta'sir qilishini bilmagan edi. Alimardonning ko'zlaridagi tabassum birdan o'chdi. Atrofga sergaklanib qarab oldi-da,
kinoyali ohangda gap qildi. Nima? Studiya xo'jaligiga chaqmoqchimisan? Qiziq. Bu narsa Anvarning xayoliga ham kelmagandi. U to'satdan ko'nglida bir yengillik his etdi-yu, yana aytmasligi kerak bo'lgan fikrni aytib yubordi. Xotirjam bo'l. Xoinlikni yomon ko'raman, lekin o'zing qanoting chiqmasidan turib uzoqqa uchmoqchisan, bola. Ehtiyot bo'l. Sho'ng'ib ketmagin tag'in. Keng yo'lakda yana Alimardonning g'olib kulgusi yangradi. Aytaver. Qo'rqadigan joyim yo'q. Televizorga chiqmasam bir yerim kamayib qolmaydi. Allaqachon estradaga ishga kirganman. Anvarning quloqlari shang'illay boshladi. Uning oxirgi gaplarini eshitmay burilib ketaverdi. U o'zini bosib ololmas hadeb titrardi. Yozga chiqib Alimardon ishni katta qilib yubordi. Ota-bobosidan qolgan paxsa devorli bir uy, bir ayvonni buzdirib, yana 8 xonali, oldi oynavand ayvonli uy soldirdi. Pul bo'lsa changalda sho'rva deb bejiz aytishmagan ekan. O'sha pastak eski eshikni oldirib tashlab, o'rniga yaxshi niyat bilan mashina kiradigan darvoza qurdirdi. Bahorda Anvar unga bir kuni sho'ng'ib ketasan deganda yanglishgan ekan. Alimardon pastga emas, kun sayin yuqoriga parvoz eta boshladi. Tole uning oldiga hamma gulshanlarning darvozasini baravar ochib yubordi. Endi Alimardon To'rayevning nomi kunora radioda yangrar, televizor ekranida qoshini xiyol chimirib, jilmayib turgan chiroyli chehrasi tez-tez ko'rinib turar. Dilrabo ovozi bilan odamlarning yuragini lahzaga solar. Har bir uyning derazasidan uning tiniq ovozi eshitilar. Magnitofon lentasida Alimardonning qo'shiqlari bilan to'lib ketgan edi. Odamlar bir-birini yuring, falonchining to'yiga Alimardon To'rayev kelarmish deb shoshirar edi. Ha, u kamolot pog'onalaridan tez, ishonch bilan ko'tarilib borardi. Bugun konsert yo'qligi uchun Alimardon uyda qoldi. Kun bo'yi o'z xonasidan chiqmay qo'shiq mashq qildi. Rejissyor tomoshabinlar oldida o'zining yaxshi tutolmaysiz deb koyinganidan buyon u toshoyna qarshisida turib ashula aytishni qayta o'rganar edi. Hozir ham xuddi sahnaga chiqqanday yengil odimlar bilan yurib, burchakdagi toshoyna oldiga keldi. Ko'zgudagi o'z aksiga qarab ohista ta'zim qildi-da, mayin jilmayib qo'ydi. Keyingi oylarda u to'lishgan, salobatli bo'lib qolgan, ko'zlarida baxtiyorlik nuri barq urib turardi. Uyning yaqindagina sirlangan bo'yoq isi anqib turgan shifta ostida tor sadolari titrab ketdi. Alimardon torni zavq bilan berilib cherta boshladi. Barmoqlari pardalar ustida ko'z ilg'amas ildamlik bilan ko'char. Go'yo kuy o'z-o'zidan quyilib kelardi. Yana bir lahzadan keyin tor sadolariga uning shirali ovozi ulanib ketdi.